Va bu Ronaldo'lar odammikin o'zi yo bir g'alati anaqami bu robot bu narsa o'ziga sayyor inoplaniyanimi bu. Kecha urgan golni qaranglar. Otamdan 3 sinf pastda o'qigan shu bola bunday sal toshib 10 bala bosib bunday oyog'ini mayolab o'tib to'g'risi. Oldi 20 metrlik bola to'g'risi 15 santimetrga zo'rg'a sachrashyapti. U ujus aylanib tepada. 40 nechiga ham kirdi-da u bola o'zim bilmasam hozir shunaqa yoshda-da u bunday hozir o'lib qolsa, "Ana bola o'lib qopti, yosh ketdi" deyiladigan yoshda emas-da ujus tushunyapsizmi? Ashunda ham ujus qaranglar, hali ham zerikmayapti-da. Oddiy gol urib qo'ysa ham bo'laveradi. Yo'q, hali ham futboldan zerikmagan-da. Bizni bolalarni qaranglar, Realni bolalarini. 22 ta bola zerikib qo'ygan kecha bu. Elchibeymi degan komanda bilan kecha necha o'ynab qo'yishdi? 2-2. 22 tasi hammasi zerikdi futboldan. Ronaldo zerikmadi, bular uje pensiyaga harakat.